Men Elbekman, Namangan shahar Zarkin Kubru Bilol oshxona yo'l bo'yida turibman. O'zi ijodni bajaramiz. Zarkin savdo do'koni, Sneakers degan. Bilol oshxona, Rahmatli osh markazi. Sizdan holat olinsa, mana vaqtida kelman. Mana lazer osh, mol go'sht qo'ygach oralash to'rg'amchidan. Barchamizda boshladi kechki payt osh. Bugun 25-oktyabr shanba kuni. Hop. Mana 5 qozon. Dezora gurunch tugadi. Hop. Mana Pepsi bor bo'lsa xursandman. Pepsi ichishni yaxshi ko'raman. Mana go'shtni bitta itib yo'qsam, bu tomon qo'ysam. Hozir qara chiqadan. Mana qo'yib qo'yishmi? Qo'chqor. Hop. Mana qo'chqor go'sht kechki osh. Rahmatli osh markazi Elbekman. Barchamizda davom etamiz. Mesni qo'chqor, Mesni dumbalaga. Hop, sana Mesni dumbalasi go'shtda bo'shligingda yosh qilsam. ish qilsam indaman qo'yar. Okamlar bugun kellalar mana. Bizni Mesni dumba qo'chqor go'sht qo'yib. Bugun mehmonimizlar. Aytgan qishda sangoq chopon kelgan qosto. Bular mehmonimizlar bugun. Mana. Bugun shanba 25-oktyabr. To'ppa-to'g'ri soat minlarimiz 9 bo'ldi. Rahmatli osh markazida mehmonlar ustoz. Anolar mol go'sht so'yadigan okamlar. Bular boshliqlar, qonoli. Faqat hikmatliroq chap qo'lda suzish bilanlar. Bu gapni gapirmam. Endi chap qo'llimi? Endi mana bitta narsada $1 videoni o'chiring. Yo, men aylantiraveraman, aytavering. Ko'p Emasmi? Yo, bo'lar edi. Xo'p. Endi hech kimga aytmaydingizmi? Chap qo'lda go'sht markaziga ham tushing. Ertaga kunduzi kelib. Rahmatli go'sht markazi bu. Zarqanda. Tushib chiqadi mana. Video qilyapman. Ha, hozir mana esga tushdi. Karavotlar olinsa. Faqat Osim aka hikmatli chap qo'lda suzish bilanlar. Bosh qoldi xolosmi? Mayli, biroq karavot olinsa, mana yerda qozon. Salat davom qoldi. Mana salat davom. Pomidor, bodring salat. Hop, dastlabki raqam aytamiz. Rahmatli nomerlari +99 893 491 77 47. Dastlabki chaqirasizlar, dastlabki yuboramiz. Endi hikmatli nomerlari
+99 899 324 7700. Bu ham o'sha dastlabki chaqirasizlar, yuboramiz. Mana nollar bor, nonni barakasini bersin. Hoji aka, assalomu alaykum. Mana naves bitgan. Joylar o'zgargan. Joylar serob, joylar vasi. Bo'ldi, oldingizga ketdim mana. YouTube'am Instagramga qo'yaman. Xo'sh. Tayyormi? Tayyor, mana yo'q-ku. Rahmatli osh markaziga keldi mana. Katta bloger o'qimda. Elbek Abidi bloger deng. Ha shunday bloger. Xo'sh. Bizlar lazizli oshlarimiz mana hozircha soatimiz 9 bo'lib tugadi. Tugadi, men ham tugatdim. Bo'ldi. Kelarimiz. Agar qo'yerni osh ochamiz. Bo'ldi, gap yo'q. Ha, ana. Sizni kutib olamiz ertaga Xudo xolasa. Har kuni kutsangiz ham farqi yo'q. Vaqtim top kelaverama, Xudo xolasa. Mesli go'sht, mesli dumba. Ha, ana Qo'chqorga ham Messi dumba dedim. Dumbani ko'rsatib qo'ying muxlislarimiz. Ko'rsatdim. Men yangi shashli pastga kelib ko'rsatib beracağım. Bo'ldi, Akram bu menejer, dastlabki yuboradigan. Bo'pti. Mana naves bitgan, joylar serob, joylar vasi. Endi biz ham tugatdik. O'qongizga so'kib edi, endi bunisi ham so'kmaysan. Bo'ldim. Hoji akamdan so'rashdim, alaykum assalom dedilar. Beyda salat bo'lgan, uni ko'shdi. Osham tugadi, men ham tugatdim. Bo'p turadi-da. Bo'ldi, ketdim. Devziram tugadi, endi xayrlashaman. Hopma Elbekma, Namangan shahar tarkin rahmatli osh markaziman. Biz xizmat e'lonimiz, ijodni bajarib bo'ldik. Kechki payt barcha taomlarni bajarib etdik. Vaqtda xayr, sog' salomat bo'ling. Bundoq qilib uchirsam yaxshi emasmi? Bundoq qilib uchira yaxshi bo'ladi. Ha, bundoq ko'rinib